Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning to'risiz, olam maro mehrda onalar Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz Sharq Yulduz 95 kanalimiz obunachilari, sizlar bilan izzatli Qurban yillik qisqa tanaffuslar ichida ko'rishib turganimdan xursandman aziz yurtdoshlar. Tabrik loyihamiz yana va yana davom etadi. Hozir ishtirokchimizni, yana bitta baxtli ishtirokchimizni jannati onalarining tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, yoshlarga kirsin deb qolamiz aziz yurtdoshlar. 53 yoshlari muborakbod bo'lsin deb qolamiz. Shu munosabat bilan Sherali og'amizning nomidan hamda farzandlari nomidan mana shunday esdalik uchun gullar bilan hamda to'tlar bilan aytib keldik. Birgalikda tabriklab xursand qilib chiqamiz aziz yurtdoshlar. Ba'zida qo'yib turing mana yaxshi o'tirsizlarmi? Salom yaxshimisiz? Tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan, umringiz uzoq bo'lsin, yoshlarga kiring. Sherali nomidan hamda shu farzandlaringiz nomidan mana shunday ajoyib sovg'alar bilan yetib keldik. Umringiz uzoq bo'lsin, yoshlarga kiring. Tabriklaymiz. 53 yoshingiz muborakbod bo'lsin. Tabriklaymiz. Yosh boshim ko'rdim tashvishlar
mehribonsiz onam, onam mani, bunchayam beg'uborsiz onam, onam mani, darkashim, dildoshim, sirdoshim, mehribonim onam. Bunchayam mehribonsiz onam, onam mani, bunchayam beg'uborsiz onam, onam mani, darkashim, dildoshim, sirdoshim, mehribonim onam, onam mani. farzandlaringizga bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa, Sheralonga bo'lgan tilaklaringiz bo'lsa, so'zlaringiz bo'lsa, mana so'ylashingiz mumkin. Rahmat bolalarım, Xudoyim sog' bo'linglar. Meni baxtimga sog'-salomat yurgaysizlar, Xudoyim. Ishlaringizga omad, vaqtingiz yotmasin, Xudoyim meni siylab berganiga Xudoyim sizlarga Alloh silasin. Ulug' qizimizdan qaytsin. Rahmat bolalarım. Sog' bo'lgaysizlar, unib o'sgaysizlar, Xudoyim. Sizlarga da hammamiz uchun kelganlardan juda rahmat, siylab kelibsizlar. Xudoyim hamma shunday xonadonlarda dasturxon atrofida o'tirganimizga nasib etsin. Xudoyim bolalarga sog' bo'linglar, ishlaringizga omad, Xudoyim. Bundan ham balandliklar cho'qqilarga erishishingizga tilakdoshman. Sizlarning ham tilaklaringiz bo'lsa, mana so'ylashingiz mumkin. Bularga yana bir taklif so'ramadingmi?
Rahmet ballarım sağ olasın. En yaman günler uçulay boğar. Sanatkarlarga da rahmet. Hayda kızak aytılar. Hemen toy boğar Xudoy. İşte gelmeden diyen kardeşim, şu Allah'ın Allah'ın baktığına sizler soğuğun, sizlerin baktığınızda ballar soğuğun, şu seferde yürgen, jirelik yok alamsam, aman gitti, aman kege, indi git şu günlerden her taraf, bir sanaklı aylardan, bir rağında Xudayım bölmesinden ul olsun, kız olsun, Allah'ın bilgeni, tebrikler ki oturuş nasip etsin, 100 yaşlara getirsin diye kardeş kaysan. Balacağınız halalına hizmeti büyük ayamışı. Rahmet. Tebrikliyim çıkan. Ben apamla tuğan günümüzde oturan ekenimiz Xudayım 100 yaşagaysız. Reşte eken bilen tiyin kardım. Ben Xudayım ben karımla. Balanın rahatını göreyim Xudayım. Aktık çoğuluklarını. Medine Hanım giyo balam bilen hem tebrikliyim, bakıtlı olsunlar kızım bilen. Aman sağ gelsinler Xudayım. Bakıtlı buğuyla. Tebrikliyim. Reşte eken tiyin kardeşim. Ballardan, kızlardan kızını görmüyoruz. Yüzge kırgaysız. Şunda da kiyip oturayım. Tebrikler. Beştekenden kusa kalmak sayamam. Kızdan akan bu kodgeysiniz. Bakın çok pardon. Ben işi yazıkında ki bu diyor sülge. Çiçeğe yüzde kırgaysızda. Ballarınızın rahatını görün. Akıllı çoğuluk olup böyle eşitip oturur gayet. Yüzlerge kırın. Tebriklimen çiçeği Xudayım reştekemden koşa baklayıp aktık çoğulukları suyup şimdi kuanışlık oturmalarından kim oturuş nasip etsin hemen. Tebriklimen tuğan günümüz bilen, daim bilen, al kardeşlerim. Baktık olan uzak ömür görün. Baktığımızda sol olsun. Bunchayam mehribonsiz onam mani bunchayam beg'uborsiz onam mani dardkashim dildoshim sirdoshim mehribonim onam bunchayam mehribonsiz onam mani bunchayam beg'uborsiz onam mani dardkashim dildoshim sirdoshim
Benim kurban kızlarım kutlu kadem boğay Kudayım. Kurban kızlarımı tebrikleyeyim. Kudayım balamdan siyah kardım 100 yaş verip Kudayım. Ballarımın pirlerini, kızlarımın kuylarını kurmak nasip etsin. Kudayım şireri balamdan Cemşit kadar rahmet. Şu apasının şunca tebriklerine rahmetli aman diyar boğay Kudayım. Aman insan kaçıp gelir. Onun Allah'a ekber. Hasbilerimize kaçıp Sıraya bir örgüye taş koydan Rahmet. Rahmet. Hem aktoyduk gelgemiz. Kudakaylarımın yıllık, kudaklarım Kudayım ömür var. Toylarında sağ salamet sırtakla aman olsun. Sanatkarlarımızdan ayda kızalı büyülen bulardan toylarda hezidip oynuyor geymişsin. Bundan diyakına birlerimizde min bergey, küçük vat bergey. Sağ salamet bu kadar. Mana yurtdoshlar ko'rib turganingizdek yana bitta baxtli ishtirokchimizni jannati onalarini xursand qildik, tabrikladik. Agar siz ham o'z ota-onangizni yoki yaqin qarindoshlaringizni mana shunday tug'ilgan kuni bilan yaxshi kunlarda mana shunday qilib nishonlamoqchi bo'lsangiz, ey yurtdoshlar, ekrandagi raqamlarimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bizga 2 kun oldin yoki 3 kun oldin eslatib qo'yishingizni so'rab qolamiz, ey yurtdoshlar.